Xohar hamshiralarimiz hayz arabiga aytadi. Har oyga mushkil shar'iy topadi. Nifos uni aytadiki, ba'd az dunyoga avlod keltirgandan so'ng necha muddat mushkil shar'isi bor. Va kasoyiki devonai junun doimiy, mana bu 3 kishiga ro'za farz emas. Xoharlar bor, ko'p obidadir. Afsus qiladi bechoralar, aytadiki, "Valo meni shu yilam ro'zam mendan ketadi. Lihozo ijozat beramaganki shariati muqaddas men qurs dori istifoda qilsam va shu mohvor shar'imni band qilgay bo'lsam." Faqihlar bunga ham necha shart qo'ygan. Birinchi sharti shudiki, mohvorligi shuru bo'lgan bo'lmasin. Ba'da shuru bo'lgandan so'ng band qilmasin. Bir, ikkinchi sharti shudiki, ba izni ijozat yeri bilan bo'lsin. Bedun ijozat yeri davo xudsarona keltirib istifoda qilmasin. Agar bu mushkil topkiday bo'lsa, Hindiya va Pokistonga oshiradigan unda yeri bo'ladi degan. Va uchinchi sharti nimada? Bir doktoriki mohir, hoziq, musulmon voqei shuni hidoyati bilan shu davoni istifoda qilsin. Ham farzi Ramazonga ko'proq xoharlar istifoda qiladi va ham marosim hajga chandin bor savol qilinibdi bizdan. Valo shu mushkil topildi, Bayt sharifga bizga kira olmayapti, sohib davo ichib bizni band qilsa shu mushkil shar'idan tavof Baytullohni qilgay bo'lsak. Mana shu 3 shart faqihlar ijozat beradiki, undan so'ng doru qurs istifoda qilgay bo'lsa.